Pour être honnête, Rostini aytganda, forel baliqlarini yetishtirish yo'nalishidagi faoliyatingiz bilan tanishib katta taassurot oldim. Ayniqsa Farg'ona shahrida bu sohaning izchil rivojlanayotgani e'tiborga loyiq. Shu o'rinda sizga savol bermoqchiman. Baliq yetishtirish jarayonida qanday zamonaviy texnologiyalardan foydalanasiz? 15 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Uni temirli, ya'ni nержавейкаdan bo'lgan. Bu ozon ishlab chiqaradi. Ya'ni kisloroddan O2 ni O3 ga aylantiradi. comment fournissez-vous de... Baliqlarni qanday qilib kislorod bilan ta'minlaysiz? Forel boshqa baliqlar singari emas. Buni juda yaxshi bilasiz. Kislorodniy stansiya hisoblanadi. 1 soatda atmosferadan, havodan olib turib 50 kubik toza kislorod, 99%lik. 50 kuba 99%lik toza kislorod. Farg'ona viloyatida forel balig'ini yetishtiradigan boshqa korxona yo'q, yagona. Tushunarli, qoyil. Biz 100 grammli baliqda 1 yilda 3 kilo qildik.